like, lekin savdoga dislike. Qaysi bir aralashib ketgan? Bitta aralashib ketgani qoladi dedingmi? Yo'q, kichkina katta qilib aralashtirdik. Yo, to'g'ri, kichkinasini ko'rib gaplashdik, keyin kattasini olib chiqdilar-da. Shuning uchun sizlarga hali ajratinglar ma'lum bo'ladi. Mana ma'lum. Pullaringni moslab ko'ringlar. Agar pullaring 22-23 bo'lsa, mol turib tursin, boshqa bundan ular 7-sini bo'lsa 5-sini bilan tanlaylar. Pulga moslaylar molni. Yo, molga pulga moslaylar. To'g'rimi? Bolaga nima deysiz? Nimagaki mana mol turibdi-da, bitta 200 osh mol bor. Bu turib tursin. Aytib bu to'samizda yana bundan bir pakalana kichkina qilsam, pullarga moslab yuboraman. Ularning foyda sotishim shart. Pulum bo'shasa bo'ldi. Bular foyda qiladigan mollar. 15 tasi bo'lacak. Foyda qiladigan mollarni puliga ham so'raganlar yo'q.